Voy, sayyohga chiqib ketib 2 soat yo'qolib ketadigan ishma qizim. Lift buzilib qapti ekan, shu palampaydan mengib chiqqan. Bilma, og'uchilik bo'limdagilar menga degan. Undaq bo'lsa, bilib turib, meni yana pastga sayyohga tushurdingizmi? Voy, amsa mush ishimda sayyohga men chiqsam bo'lamdi. Ig'roya qo'ygandan keyin ancha-muncha harakat qilib bersangiz, o'zingizning salomatligi foydali. Lekin apa, bizning uy 26-qavatda tursa. O'tirsizg'o, sodiqchaning ishdan tushadigan vaqti bo'ldi. Chiqib tamoq eting. Layli? Qaytib keldingizmi? Ha. Nima degan mizlik? Undaq bo'lsa darhol berib qolingizni yeying. Layli. Ha? Dadam tarmoq do'konidan bir necha odam tanlab, asosli do'konni boshqarg'izaman deydi. Lekin sirtkilarga ishangili bo'ladi. Yoki bo'lmasa siz dadamga deb baqsangiz, meni bosh do'konga avaz qandaq. Ha, ma'qul. Men bir kun vaqt chiqarib deb baqay. Darhol qo'lingizni yeying, tamoq pishay deb qoldi. Yanada siz yaxshi-da. Tez bo'lib. Ma'qul. Apa. Apa, doktor menga homildorlikdan kelib chiqqan qon besimim yuqorligini, mayliq narsalarni yesam, balaga xatar bo'ladiganligini aytgan edi. Voy, balam, qo'saq degani sizni ko'tarmaysiz, hamma odam qo'saq ko'tardi. Yaxshi quvvatli yemasangiz, qo'saqdagi balaga uzuqlik nereden keladi? To'g'ri deysan, apa. Yigina apa senmi? Boshqalar qo'saq ko'tarsa, uzuqlik uddul balasiga bordi-ku. Sizni bu shuncha baqsammi? Hech nima yemagandak. Qarang o'riqligingizni. Lekin apam menmi bundoq bo'lolay deb bo'lolmasam ya. Apam yang degandikan, ozroq bo'lsa yeb qo'yingizmi? Apa, senmi og'zingga tegmay o'g'il navram deysan. Navoda qizib qolsa qanday qilasan? Voy, qo'sig'ining bandaq aptiga shakliga bir qarmamsa balam. Ushluq turdi. O'g'il tug'di. Quvvatlik yang. To'g'ri deysan, apa. Sening deganing rost. Ala, apa senmi? Ala balam, ala. Ak go'shtlarni ala. Ma'qul, apa. Yana sizmi? Apa, sen yavagina chiqib qarab baqay. Voy. Apa, bu bola tug'ishga mushunda uzun vaqt ketamda? Voy balam, bizning chog'larimizni birdamdil tug'atdik. Bu hozirgi bolalar nimancha? Voy, nekan kirkatkili. Doktor, qandayroq? 16 soat bo'ldi, bemor bek ojizlab ketdi. O'ngishli tug'ishga amalsiz darhol imzo qo'yinglar, operatsiya qilamiz. Yo'q, operatsiya qilsak bo'lmaydi. Hargiz operatsiya qilsak bo'lmaydi. O'z tug'sa sog'lom bo'ladi. Operatsiya qilsak og'riqchan bo'lib qoladi. Og'riqchan bo'lib qolsa kim ega? Operatsiya qilmaydi balam. Bemorning hozirgi ahvolda tug'di o'ngishli bo'lmaydi. Hayotiga xavf yetish ehtimolligi yo'q. O'lish bekor. Doktor, men kirib ko'rib olsam bo'lamdi? Bo'ladi. Hay, operatsiya qilmasin balam. Hargiz ko'nglim yumshoqlik qilma. Umah navram, salomat tug'ilsa bo'ldi. Jinim navram. Doktor, endi qanday qilamiz? Az qoldi. Mayli, chidaysan, g'ayrat qiling. Az qoldi. G'ayrat qiling. Dada, keldingizmi? Midilma qizim, midilma. Akşamdan yaqqı köp yapacaktınız. Dada, balamçı. Ha, hatırcan bulun balam. Bala, şundak sağlam, şundak yaxşı. Kız mı, oğul mu? Kız kızım, kız. Xuddi sizning kichik vaqtingizga qo'yib qo'ygandekli o'xshaydi, bakli umoq. Navada balımız kız bulup doğulup qalsa, rastlı yana balılık bolamdı.
Albatta shunday bo'libdi. Bizning jamoatimizda malli bir o'g'il bola. Agar o'g'limiz bo'lmasa, oilamizning varisi bo'lmay qoladi emasmi? Undaqda Sodiqchi. Qizim, hozir hammadan muhimi-chu, siz obdan aram eling qizim. Qolgan ishlarni o'ylamang. Bu ishlarga dadingiz bor. Ma'qul.